Pulini bo'lib to'lashga primoy egasidan olmoqchimi deyli? Mana sizlar so'ragan variant. Sergeli tumani Choshtepaga kelganmiz. 6 sotuv 8 xonali mana shu katta uchastkani sizlar so'ragan variantga berib yuboramiz deyapti. 200 ming dollar narx qo'yishgan, yarmini berib, qolgan yarmini xohlasanglar bank orqali olinglar, xohlasanglar bo'lib o'zingizlar primoy egasiga to'lasanglar bo'ladi. Darvozaxonasiga bemalol ikkita mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. Kirishimizdagi mana ko'ryapsizlar, chap tarafimizdan binoga kirib boramiz. O'ng tarafimizda uy oldi tarafida tushgan uylar, hovlida katta zeleniy zonalari bor. Hovlining past tarafida oshxona, tegi polnisti podvol qilingan. Oshxonaga ichkaridan ham mana bu tarafdan ham, bu tarafdan ham kirish yo'llari bor. Hozir bo'lsa bu tarafni ko'rib chiqamiz. Hovlimizning oldi tarafdagi binoda 4 ta xona joylashgan. Mana shu katta hovl orqali o'tib boramiz. Remontlarini qaranglar, ideal holatda, hali foydalanishga ulgurishmagan ekan. Bu tarafda katta zal, yonida birinchi detskiy xona, ikkinchi detskiy xona bu yoqda. Oxirgi xonamiz ota-onalarning spalnisi. O'zining ichida sanitariya xonasi ham bor, katta razmerda. Uy oldi tarafdan chiqqanimizdan keyin hovlini chap yonboshda joylashgan binoga bu tarafdan kirib boramiz. Xonalardan umuman foydalanishga ulgurishmagan, qaranglar. Chap qo'limizda birinchi spalni bo'sh yotibdi, hali foydalanishmagan. Katta razmerda. Dal yuradigan bo'lsa, yonida ikkinchi spalni. Oxirgi xonamiz mehmonxona. 20 kishiga mo'ljallangan, betga umuman mehmon kirmagan. Orqa tarafida 2 sotuvli yeri ham bor. Bu yer shu xonadonimizga tegishli. Bu tarafdan biz oshxonaga chiqamiz, katta oshxona, sanuzatxona, hojatxonalar ichida. Boya ko'rsatgan joyimizdan chiqsak bo'ladi. Startviy narxi 200 ming dollar, kelishadigan joyi bor. Yarmini variant olsangiz ham bo'ladi.